Men Usmonova Farah Turobovna rus tili fanidan dars beraman. Qariban 30 yil bo'lib qoldi. Bu yil 30 yil bo'ladi mehnat faoliyatimga. Oldin Islom universiteti qoshidagi akademik litseyda ishlaganman. Hozir akademiya deb nomlanadi. Keyin akademiyada dars ham berganman universitetda, ya'ni maktabga kelishimdan sabab oilaviy sabab. Bu yerda 3 ta navaram o'qiydi. Shu sabab bo'lib qoldi. Shunga o'zim juda xohladim shu yerga kelishni. Bolalarning oldiga kelib, iloji boricha nafaqat o'zimni darsimni o'rgatishga, balki o'sha hayotga ham tayyorlashga intilaman. Zero bolalar menga ustoz deb muomala qilishganda, murojaat qilishganda, rus tilida buni nastavnik deydi-ku, ustoz. Endi shunaqa tarjima bo'lib, shunaqa o'zim shunaqa tushunganmanki, ustoz degani demak, nafaqat bir o'qituvchi, ya'ni o'qitmayman, ustozlik qilishim kerak degan narsa bo'ladi. Shuning uchun bolalar bilan iloji boricha yaxshi muloqotda, o'sha diliga, ko'ngliga kirishga harakat qilaman. O'sha yerga kelganimda Diloram ham aytdilarki, kuratorlik olasizmi dedilar. Litseyda ham kurator bo'lganman. Shunga men aytdimki, agar men kuratorlik olmasam, xuddi befarzand onaga o'xshayman, xuddi bir tug'magan onaga o'xshayman degan narsani aytsam, xursand bo'lib ketdilar va menga 8-sinfni berdilar. 8-sinfga kuratorman, rus tili darsdan tashqari, berishimdan tashqari. Bu yerda bolalar mana o'sha podrastloy, ya'ni o'sha o'spirim yosh bo'lgani uchun muammolar ham bo'ldi, yaxshi yutuqlarimiz ham bo'ldi. Shunaqa o'quvchilarim borki, shuna 2 ta o'quvchim bor, 5 ta, 6 ta maktabni almashtirganda, shu 13-14 yoshiga 5-6 ta maktabni almashtirish, ustozlarni almashtirish, muhitni almashtirish, albatta bu katta bir hissiy o'zgarish bo'lgan bolalarda. Bora-bora bolalar ishonmay ham qo'yishgan, yaxshilikka deymizmi, o'sha ustozlar barqaror bo'lishiga deymizmi. Yo, alhamdulillah, mana 1 yildan beri shu o'quv yilida birga bolalar bilan bo'ldik. Buvamiz ham ancha o'sha ona boladek bo'lib qolganmiz. Bugungi kundagi bolalarga to'g'ri sharoitlar, mana texnologiyalarni oladigan bo'lsak, juda ham sharoitlar zo'r. Men aytvaman, 30 yilga tajribali pedagog bo'lganim uchun bizda misol uchun siyohli ruchkalarda boshlagan bo'lsak, oddiy o'sha maktabni, bunda bularda mana ChatGPT deysizmi yo boshqa tarmoqlar bor, lekin men aytamanki, bu bolalarga oson emas. Biz misol uchun yoshligimizda hali ko'cha changitib, arqon sakrab o'ynaydigan bo'lsak, bemalol bo'lsak, ertangi kunimizga bir o'ylamasdik ham, bir bolalik beg'uborligimiz bor edi. Hozirgi bolalarda o'sha nanotexnologiya rivojlangani bilan birga ularda o'sha ota-ona bilan bo'lgan muloqot, buvi dodalar bilan bo'lgan muloqot kamayib boryapti yoki juda yuzaki. Men o'sha ota-onalarga aytgan bo'lardimki, bolalarga ko'proq e'tibor berishsa, qalban. Mana men seni so'rayman, ovqatingni yedingmi yoki bugun nima o'qish bo'ldi? O'qituvching qanaqa? Unaqa emas. Hattoki bizlarni gaplashayotganimizda ham ohangimiz boshqacha bo'lib ketganda, mana men ham o'zim hozir aytdim, 3 ta navaram bu yerda o'qiydi, jami men o'zi 5 ta navaram bor, alhamdulillah. O'zim ham zamonaviy buviman-da baribir. Mana ishdaman, hali boshqa bolalar bilan muloqotdaman-ku, lekin o'zim uyimga borganda, endi hali uyimdagi navaralarim kichkina, ularga kuchim qolmaydi. Misol uchun 2 yosh, 1 yosh uyimdagi nevaralarim. Shunga o'xshab bizni qanaqadir puli ketidanmi yo mehnati ketidanmi, qanaqa aytsam bo'lar ekan, shu ota-onalarni xafa qilmaslik uchun quvib ketganmizki, lekin bolalarimizga haqiqiy bir ichimizdagi tuyg'uni bera olmayapmiz deb o'ylayman-da. Shuning uchun bolalar menga kelganda, umuman menga emas, shu boshqa o'qituvchilarga ham kelganda ichidagi dardini gapirib yuborishadi. Ba'zi bir bolalar yig'lab yuborishadi. O'g'il bolalar misol uchun mana 7-8-sinfga kiradigan bo'lsam, men shu yerda juda hayron qoldim. Biz shu yozma ishlar yozishga harakat qilamiz, rus tilida bayon qilishganda, o'sha hatto shunaqa narsalar bo'ldi, uydagi voqealarni bir gapirib berishadi. Hali ichki kechimlarini gapirib yuborishadi. Vaholanki u mavzuda bu narsa yo'q. Shu etkisi kelib ketadi-da, gaplashgisi kelib ketadi. Keyin men olib, o'sha "Men bunaqa yozibsan, o'zim ham bunaqa edi talab, lekin sen ham bunaqa yozibsan, nima bo'lyapti bolam?" deb gapirganda, ishonasizlarmi, ko'zida yoshlar to'lib gapirib yuborishadi-da.
o'zi uni negizida unaqa juda katta bir global muammo yo'q. Ular o'sha ota-onani mehriga zor bo'lishadi. Shunga tavsiyam haqiqiy bir ota-onamiz qanaqa edi? Mana bizning ota-onamiz boshqacha. Misol uchun meni onam ximiklar, otam xirurg, ular ham doim ishda bo'lishgan, lekin kelishganda albatta bir suhbat qurishardi. Biz ruschada o'qiganimiz uchun albatta o'sha ona tilimizga, o'sha o'zbek tilida ravon gapirgan yoki boshqa tavsiyalar berishardi. Sen qiz bolasan, ovqat qilishni o'rgangin, orasida bo'lgin. Onam albatta tekshirardilar ishdan kelib, "Ana bugun nima ish qilding? O'sha qatti changni arting, qatti bunaqa sipirding." Albatta bunaqa kunlarda, yozgi kunlarda bizda chelakda, temir chelaklar bo'lardi u paytda, shlankalar emas edi. Shunaqa suvlar separdik. Shunga e'tiborli bo'lishardi ota-onamiz. Hozirgi o'quvchilarimizga juda ham havasim keladi. Chunki ular nafaqat ona tilini mukammal bilib o'rganishyapti, balki o'sha men beradigan rus tilida yaxshi ravon so'zlashadi, ko'pchiligi ingliz tilini yaxshi bilishadi va qo'shimcha mana bizda to'garak sifatida arab tili o'tiladi, uni ham juda ham yaxshi bilishadi. Hali bitta o'quvchi 4 ta tilni yaxshi biladi. Ko'plar mukammal biladi. Havasim keladi shunga. O'zim necha marta jazm qilgan bo'lsam ham, misol uchun menga o'rganish qiyinroq. Bizning maktabimiz tilga ixtisoslashgani uchun ham rus tilini chuqurroq o'rgatamiz. Zero til bilsangiz, albatta dunyoni bilgan bo'lasiz. Til orqali madaniyati, tarixini o'rganamiz. Muloqot bo'lish oson bo'ladi shunda. O'zga madaniyat, o'zga millat vakillari bilan gaplashish ham oson bo'ladi. Tushunishimiz oson bo'ladi. Nafaqat rus tilini, balki albatta mana ingliz tili, xohlagan xorijiy tilni oling. Bugungi kunda mana bolalarimiz yapon tilini, koreys tilini yoki xitoy tilini juda ham o'rgangisi keladi va o'rganib ham boryapti. Biz misol uchun maktabimizda 4 ta tilga ixtisoslashgan bo'lsak, shunaqa o'quvchilarim borki, bugungi kunda o'sha Koreyaga borgisi keladi va koreys tilini o'rganayotgan, Xitoyga borib kelgan va Xitoy tilini o'rganayotgan o'quvchilarimiz ham yo'q emas. Demak, qanchalik biz tilni bilsak, shunchalik bizning dunyoqarashimiz, madaniyatimiz ham boyiydi. Bir-birimizga bo'lgan insonlarning bir-biriga bo'lgan muloqoti ham, hurmati ham oshadi. Bir-birini tushunish ham oson bo'ladi. Shuning uchun men yana bir karra ota-onalarga aytgan bo'lardimki, albatta boshqa fanlarni ham o'zlashtirish bilan bir qatorda tillarga yana urg'u berishsa. Yana e'tibor bergan bo'lsanglar, hozirgi yoshlar turk tilida ko'rishadi kinolarni. O'sha kinolar orqali o'rganib olishyapti-da bolalarimiz. Yoki haligi kichkina bolalarimiz o'sha YouTube orqali misol uchun ranglarmi, boshqami hali maktabga chiqmagan bolalar ham o'rganyapti o'sha YouTube orqali. Ya'ni texnika shu darajada rivojlanganki, bolalarga imkoniyatlar juda ko'p. Shuning uchun bolalarni vaqtini bekorga ketkazmay, umrini bekorga ketkazmay, hattoki o'sha maktabga chiqmagan bolalarga ham biz qaydir ma'noda o'zimiz o'sha asos solishimiz mumkin ularni til bilishiga. Men shu ota-onalarga shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun men o'ylaymanki, eng birinchi muhabbat bo'lishi kerak. Agar shu o'quvchingizga, bolalarga muhabbatingiz kuchli bo'lsa, albatta sabr o'z-o'zidan keladi. O'zi o'qitayotgan jarayonimda men o'sha onaligimni, bugungi kunda mana alhamdulillah buviligimni ham o'zim sezib turaman-da. O'sha bolalar bir qaysarlik qilsa, boshqa qilsa, xohlab-xohlamay boshimni bunday ostilayman. Bolam nima bo'lyapti? Bolam nega bunaqa bo'lyapti? deb so'raganimda ular o'zgaradi. Demak, eng birinchi muhabbat kerak. Va endi o'zim ayol kishi bo'lganim uchun onalik mehringizni bersangiz, o'sha dars jarayonida keyin ham misol uchun to'polon qilyaptimi koridorda, tanaffus paytida, koptor debkis kelyapti va hokazo. Shunda bir mehr bilan gapirsangiz, dunyoni baribir mehr tebratadi deb bilaman. O'sha hozir menga savol berishdi, yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun sabrli bo'lish kerakmi, mehrli bo'lish kerakmi, muhabbatli bo'lish kerak albatta. Sabr o'zi keladi.